Bolaligimizning bir qismiga aylangan afsungar Merlin serialdagi Camelot qasri qayerda joylashganini bilarmidingiz? Obuna bo'ling, ko'rib chiqamiz. Haqiqiy sirlar va ajoyib o'tmishga boy bu maskan Fransiyadagi Perrefonds qasri. 16-asrda Orlean gersigi Louis tomonidan qurilgan bu qasr o'rta asrlarning sirli muhitini o'zida mujassam etgan. Ammo uning taqdiri og'ir kechgan. 17-asrda vayron bo'lgan va uzoq vaqt davomida xarobaga aylangan. 19-asrda mashhur arxitektor Eugene Viollet-le-Duc qasrni romantik uslubda qayta tikladi. U gotika va neogotika arxitekturasini birlashtirgan holda haqiqatan ham sehrli qal'aga aylantirdi. Qasrning maftunkor arxitekturasi va sirli muhiti uni ko'plab filmlar va teleseriallar uchun ideal lokatsiyaga aylantirdi. Jumladan biz sevgan afsungar Merlin seriali uchun ham. Bugungi kunda Perrefonds qasri o'zining go'zalligi va boy tarixi bilan sayyohlar e'tiborida. Qadimiy minoralar va sirli xonalar orasida yurganingizda go'yo Merlin va Artur bilan birga sehrli sarguzashtlarga otlangandek his qilasiz. Videoni afsungar Merlin seriali ishqibozlariga yuborib qo'yamiz. Siz ham Camelotga sayohat qilishni istarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.